Obunachimdan kelgan savol. Assalomu alaykum, sizni kuzataman. Menga yordamingiz kerak. Menda ikki tomonlama kista, bittasi dermoid tug'ma deyishdi, ikkinchisi endometrioidni, lekin 4 oydan beri so'rilib ketmayapti. Bir nechta ginekologlar bilan uchrashdim, lecheniya oldim, lekin o'zgarish bo'lmadi. Ozgina kichiklashadi, lekin yana o'z holiga qaytadi deb yuboribdilar. Endometrioidni va dermoidni kistalar, bular so'rilmaydigan kistalar turiga kiradi. Ya'ni bularni hech qanday dori va ukollar bilan so'riltirishni iloji yo'q. Endometrioidni va dermoidni kistalardan qutulishning yagona yo'li bu operatsiya hisoblanadi. Lekin operatsiya ham ma'lum bir ko'rsatmalar orqali operatsiyaga olinadi. Agar kistangiz o'lchami 4 sm dan katta bo'lsa, bu kistalar bachadonlar o'tkazuvchanligiga ta'sir qilayotgan bo'lsa, unda bu operatsiyaga ko'rsatma hisoblanadi. Shuning uchun sizni vaziyatingizda masalan to'liq ma'lumot keltirilmagan, o'lchamlari haqida va qolgan ma'lumotlar yetarli emas. Aytib o'tmoqchi bo'lganim, bu kistalar so'riladigan kistalar emas va bularni so'riltirishga harakat qilmang.